Mamlakatimizda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlariga tejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo'jaligi sohasida energiya samaradorligini oshirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni ko'tarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Bekobod tumanida hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Toshkent hududiy filiali, hudud gaz ta'minoti mutasaddilari, viloyat hokimligi, prokuratura organlari, bank xodimlari hamda oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari ishtirokida fermerlar uchun maxsus o'quv seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Seminar davomida ishtirokchilarga elektr energiyasi sarfini kamaytiruvchi zamonaviy texnologiyalar, tarmoqlarni modernizatsiya qilish orqali yo'qotishlarni qisqartirish hamda qishloq xo'jaligida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Xususan, quyosh panellarini joriy etish orqali energiya mustaqilligiga erishish, uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash va ishlab chiqarish barqarorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Bundan tashqari, mutaxassislar tomonidan quyosh panellarini o'rnatish tartibi, texnik talablari hamda ushbu yo'nalishda davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyoz va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari keng yoritildi. Seminar yakunida fermerlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutasaddilarga murojaat qilib, mavjud muammolar va amaliy masalalar yuzasidan atroflicha javob oldi. Hududiy elektr tarmoqlari, hudud gaz rahbarlari, bank va prokuratura vakillari tomonidan berilgan tavsiyalar ishtirokchilarga amaliy jihatdan muhim yo'l yo'riqlarni taqdim etdi.